Hurmatli obunachilarimiz, hammaga assalomu alaykum. Bizning YouTube ijtimoiy tarmoqlarida kuzatib turgan do'stlar, sizlarga bugun hozir bir egalardan sotib Cobalt mashinamiz keldi. Shuni to'liq obzor etib, narxlari bilan ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Mashinani sostansiyasi zo'r ekan, o'zimiz ham ko'rdik. Egalardan sotib olgan tutdi. Shuni hisobidan narxini ham zo'r narxda, chiroyli narxda qo'yib beramiz. Videomizga like bosib turib, videomiz bosasdan bizlarga obuna bo'lib qo'yish yoddan chiqmasin. Mashinamiz 2023 yilda ishlab chiqarilgan, texpasportlar ham, kuzovlar ham sostansiyasi zo'r holatda. Ko'rib turganlaringizning Cobaltlarga yarashadigan svetlardan biri, ya'ni serебряный rangda, alyumin svet. Gun deymi? Xullas shunday svetda yumshoq pollar ustanobka qilingan, o'zini zavodskoy diskalarini, obezlari bor, laboy ili aynalarni sonzlashnik plyonkalar urilgan ekan, orqalarga tonirovkalari qilingan. Balon, yana Minerva balon, yaxshi balon, bilasizlar bu balondan. Salonlarim akkuratniy holatda. Yana chexol, polik, tashalgan 4-pokoleniya metan gazi bor, 35 ming yurgan. Monitorlar ustanobka qilingan mashinamizda 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Bu mashinani egalari narxini 119 ming so'mga qo'yib bering. Ustidan naqd bo'lgan bo'lsa, savdosi bor, yana qaytib beramiz deb tutdilar. Hech qanday krediti yo'q. Mana naqd pul tashidan bo'lsangizlar, xohlasizlar general netdan beradilar. Undan siz ham gaplashib beramiz. Agar krediti bo'laman desangizlar, Xorazm viloyati va o'sha nazarga vakuumli yeri bor ekan. Vakuumda chiqaradigan narsa kraska tushmaydi. Xo'sh, Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasining ayrim tumanlaridan kelgan klientlarimiz uchun boshlang'ich to'lovni $200 pul bilan hamma xarajatini bitirib beramiz. Oylik to'lovlari va boshqa ma'lumotlar bo'yicha telefon nomerlaringizdan bog'lansangizlar bo'ladi. Naqd pul xarid etaman desangizlar 119 ming so'm, ustida yana ozroq xayrona pul qaytib beradilar. Mashinamizdan qiziqtiradigan bo'lsa, avtosalonimizga kelaverasizlar va shunning arzon narxda avtomat Cobaltni kam yurgan, tayyorini qirab yurgan yaqin do'stlar videoni jo'natib qo'ysangizlar bo'ladi do'stlar. Va boshqa sotuvdan mashinalarimiz bor. Sizlar shunday sotiladigan mashinalar bo'lsa, kelinglar, chiroylatib reklama etib, zo'r bahoda qisqa muddatning ichida sotib beramiz. Hammalaringizni avtosalonda kutib qolamiz.